Boy noçugul nima bo'lib ketding sen? Nochigul güzellik üçün köreşten, adaş köreşten. Ma köreş yig'ir kep yig'ir yorlandingmi sen? O adaş bir canlıyın keşmegice, canlılığı getkili bombas, ma kanşani kötemigice, ma muhabbetini keltegil bombas da bir de kelbisi vaktim üçün. Yazıraq meblağ sapoyatim adaş. Hiç demeydigan, gepin qilmaydigan qilqing yo'qasina. Ha bo'pti. Ma qapig'im yo'q deb keskining bo'pti ma qapig'ini. Hey bir o'pdan chiroyli qanshalik burningni nimish qilib olding sen? Adaş bunu sen çıraylı kanşalık deganlar, o doktorun ölçümü getmeydiga qara bu. Şunaqa adaş azgın ama yaxşı bir xatırlayman, bir haftada bir bakışım da tarasmanas vaktim. Bek ensirek tutma, bek ensirek tutma. Endi ma yaxshi olmay g'az burnimdan banqa qilgan bu qamsi yalan. Adaş xatırlayman, bundan ben qalqsına qalbim tosib oldu qara. Qalbimni doq yasatdım yine. Qalbingni birim qildingmi? Shu bir o'pdan chiroyli qalbingni. Ukulurgan adaş miyenge ma hazır ukul tapmada tapsma qalbim şingen peyzi bopsu qara. Bu sen çıraq deganlar, aylık doktorun aylık ölçümü yetmeydigan güzellik ölçümü. Qanday qo'ysidik ya o'lchamga? Bundaylık Angelina Jolie dek bundayında bopsu şingen bopsu. Endi mush go'zallikning o'lchimi qilib bo'lmga adash. Hammadan o'xshash bo'lib qolsa, bir-birimizga samon ochgul, menga payizgul deb ism qo'yishning nima hojati? Hammadan o'xshash qanshalik, o'xshash ig'iz burun bo'lib ketsa, ana ikkimizni nima qildi ayirib adash? Qiziq ekansan senmi? Sen mende sözlep kettin am diyor. Boldan am ne berber bu diye. Mana qara. Mushlarni pulga qildingmi? Ey, ha, qızım ağzımdaki. Oh, boyada kızık takılırsa. Pul qil mende albatta. Kim berdi pulni? Dadam bilan akam. Ular bilsma qonşirani izuytamikin sen hep qo'llab qopta ular. Va öz dadamlar öz akam emas adam. Şeyin kadar dadam badaş, cebi deb akam badaş, xobi atliq, tag'am badi mensan. Şuna ben şu. Ey, boshqalar deyko elib ma uyni yazsa sen 100 ning jon shu qildig'ini. Hozircha adashma oddiy qilib bilan jenjon yasab turdim men, ama yaqin bir planlarim bor mesela. Aşamatlik jenjon qilmoqchiman. O'zim pul berib tursam bu tadashdan. Oqira. Yana naring tushmabdi o'lchamga. Adaş bilsem ama benim bugün bek paka qara zam bilsem mavzuanım bu bugün maskem megen degine vang ge aqsam endi yo'q adamning birisiga qatqan şeysin. Tuğan qara adaş. Uyum igis kostyumda bundo şodrak oyoqlarni kep doim putrum mitkolab ketdi demeyse. Ha, bir okullamga urib qo'yib bo'yan boshqa o'sirgan. Bu eng texnikga adaş yiliq doktor mang'uchi qara shuna umra qilib 5 kim demetika man deb berdi qara. Onun ustozlarga shikrda buni shikri ber qildi ekanman. Bu aslında azan qilib qo'ydigan bo'ldi. Bek osanka qara. Shalaqqa qilmish tizimdan kesdi ekan. Anan qiz bir 20 santda 10 santda deb benimlar barga tallaydi ekan men degina hamdi. Shuni mishaga shuni ulab plan aniz ostiga kesayotgan pochiqimni nim qilib qo'ysa da 200lab kesdi ekan. Men 20 santini tallamayman bek 200lab kessam, o 2 ming tirq az deb yemayman. Yaxshi 10 santda qilish bek osanka da bir uxlab qolsam 200lab qolib ketgan men qaradash. Rost osankajmi bu ish? Kollaning dadog'i seni chaqchaq qatamsa, yana rozga qatamsa hozir. Bu şu sen pul verip dursan amelga oşadığan güzel orada kullanırımdan. Men sana pul berib qo'yib maaşlarыңызdan uyanigilar pochiqni chaqmasin meni. Bilmeyli kaldı ulamayca. Sen mi qiziq ekansan hozir u doktor bunday dedi, bu doktor bunday deb. Hey, u doktorchi seni u yaran bundaq, bu yaran bundaq deyishlik sabab o'zi xarida qilmoqchi seni. Va undan emas o doktorchi bütün meni güzellikim uchun o'ylashyapti, chiroyli degan yaxshilik chiqib turgan bir doktor adash u. Hey, men chiroyingni bir mundaq güzelliging bek ta'sir ko'rsatgan ayib nuqsoning bo'lsa, bo'pti bu ishlarni qilsang, bir o'pdan chiroyli o'zingni burnini, og'zini o'ngshab tursan, bu aqling sig'am adash. Hozirgi shunda yaxshi texnikalar bor ekan, qo'riqlarni yo'qotadigan, va tering chintib, va terilikni oldini oladigan bir bexatar yaxshi texnikalar bor ekan. Shu nuqsonga mayli bir o'pdan yaldiran o'ngshab tursang, ish qilib sen jumozada shu. Nimish qilmoqchilar deb baqadash. Nim maqsad ketmaychi mushni qilib. Va men xalqlar qaytibdi shu qizlar men bir güzellikni qilib qo'yadi dedim mana şimdi. Hammamiz qipti deydigan mushqilqin. Eng aytib qo'ygidek qiz bo'lmoqchi.